Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Har doimda sizlar bilan mening kompyuterim kanalida do'stlar. Bugungi videomizda virtual mashinaga biza Linuxni o'rnatishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib biza hozir virtual mashinani qanday qilib o'rnatishni, so'ng esa qaysi Linuxni skachat qilishimizni va uni demak virtual mashinaga qanday qilib o'rnatishimizni demak etapma-etap ko'rib chiqamiz do'stlar. Birinchi bo'lib hozir virtual mashinadan boshlaymiz. Buning uchun demak hozir Google Chrome'ga kirib olaman. Google'ga biza VMware deb yozamiz. VMware deymiz va bu yerdan biza ko'rishimiz mumkin VMware'ni demak virtual mashinamizni sayti kelib chiqadi. Bu demak pullik programma do'stlar. Bu programmani demak biza bu yerdan yuklab ola olmaymiz, chunki bu pul turadi. Bunga esa yechim sifatida men albatta yechimini qilib qo'yganman. Siz oson yuklab olishingiz uchun boshqacha usullarni o'ylab topganman do'stlar. Bu joyi do'stlar Telegramda to'liq qo'yilgan qanday qilib demak yuklab olish va o'rnatish bo'yicha jarayonlar qo'yilgan. Endi biza Linuxni qayerdan olamiz do'stlar? Linuxni turlari, ya'ni distributivlari ko'p. Sizlarga hozir tavsiya beradiganim, o'rganmoqchi bo'lsangiz umuman Ubuntudan boshlashni tavsiya beraman, chunki juda ham boshida oddiy foydalanuvchi ko'ziga ham yaxshi ko'rinadi degan umiddaman. Buning uchun mana Google'ga o'tamiz. Ubuntu Linux deb yozamiz. Ubuntu Linux deb yozganimizda birinchi saytda mana Google'da chiqib turgan bo'ladi. Endi qaranglar do'stlar, saytga kirdik. Biza bu yerdan Products degan joyga kirishimiz mumkin va bu yerda mana Ubuntu Desktop degan joyga bosamiz. Shundan so'ng mana Download Ubuntu Desktop degan tugmani ham bosamiz. Bu yerda bizada mana versiyasini ko'rishingiz mumkin. Mana Ubuntu 24.04.2 LTS deyapti. Bu uzoq muddatga demak mo'ljallangan versiyasi hisoblanadi. Mana bu esa Ubuntu 24.10 degani bu mana 2025-yil iyulgacha demak ishlatishimiz mumkin bo'lgan versiyasi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda nima yangiliklari borligini esa mana What's new degan joyda yozib qo'ygan. Albatta Google переводчикка tashlab yoki boshqa переводчикlarga tashlab tarjima qilsangiz nima yangiliklar qo'shilganligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xohlang unisini, xohlang bunisini skachat qilib oling. Buni farqi yo'q. Shunchaki yashil tugmani masalan bir marta bosadigan bo'lsangiz bo'ldi do'stlar. Mana bu narsalarga demak teginishingiz shart emas. O'zi Google'da bu yerda Google Chrome'ga qaraydigan bo'lsak, chetiga skachat qilish boshlangan bo'ladi. Shunchaki demak yuklab olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Bu narsani hozir men yuklab olib o'tirmayman, chunki sizlarni vaqtlaring tejash uchun men oldindan demak skachat qilib yuklab olib qo'yganman. Hozir shu Ubuntu'ni demak o'rnatishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, virtual mashinamizga qaytamiz va biza bu yerdan Create tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan mana Typical Recommendation deyapti. Ya'ni bu yerdan Typical bo'limini tanlaymiz do'stlar. Bu yerdan Next va bu yerdan ISO file, ya'ni ISO obrazni tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan ya'ni Linuxni biza ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Mana Browse tugmasini bosamiz va Linuximiz qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Men mana bu yerda juda ham ko'plab Linuxlarni skachat qilib olganman. Hozir sizlar bilan esa mana shu Ubuntu 24.10 versiyasini o'rnatishni ko'rib chiqamiz do'stlar. Открытni bosamiz. Shundan so'ng Nextni bosamiz. Bu yerda Linuxga mana full name'ni kirgiz deyapti. Bu yerga Ubuntu deb yozib qo'yaman. Username'ga ham Ubuntu deb yozib qo'yaman. Mana bu password degan joyiga parol yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, xohlagan parolimizni qo'yishimiz mumkin. Mana 4 ta raqamli любой parolni qo'yapman va shundan so'ng Nextni bosyapman. Endi esa mana locationda bizani Ubuntu virtual mashinamiz qayerda turishini demak ko'rsatishi mumkin. Demak, bu standart tarzda C diskda turyapti. Bunga men rozilik bildiryapman va shundan so'ng joy so'rayapti. Menga 20 GB belgilayapman va bu yerdan men Nextni bosyapman. Bu yerda mana Finish tugmasini bosaman. Finish tugmasini bosishim bilanoq уже Linuximiz hozir demak ustanovka jarayoni hozir boshlanib ketadi birdaniga. Mana ko'rib turganingizdek, mana Ubuntu'ni hozir zagruzka jarayoni boshlandi. Zagruzka jarayonidan keyin sekin-sekin o'rnatish oynasi ochiladi hozir. Do'stlar, ustanovka jarayoni oynasi ochildi. Shundan so'ng bizda bu yerda birinchi bo'lib mana tilni tanlashni so'rayapti. Bu yerdan biz Nextni bosamiz. Bundan ham do'stlar Nextni bosamiz. Bu joyga ham teginishimiz shart emas, shunchaki Nextni bosib ketamiz. Internet so'rayapti do'stlar. Internetimiz albatta menda
o'zimni kompyuterimda ulangan. Demak, bunga ham hozir yetib boryapti virtual mashinamizga ham. Shuning uchun bu yerda mana Wi-Fi siz, ya'ni sim bilan ulangan degan bo'lim turibdi. Agarda sizda notebookdan qilayotgan bo'lsangiz bu ishni, mana bu yerda Wi-Fi ni belgilash tugmasi ham bo'ladi do'stlar. Bu yerda do'stlar internet ulamaslik degan bo'lim ham bor. Mana shu bo'limni ham tanlashimiz mumkin do'stlar. Lekin biza mana bu birinchi bo'limda qoldiramiz. Shundan so'ng nextni bosamiz. Mana bu joydan esa install Ubuntu ni belgilashimiz kerak bo'ladi. Bundan esa mana bu interactive installation ni belgilaymiz va next ni bosamiz. Mana bu yerda default selection da turadi do'stlar. Mana bu ikkita joyga esa biza belgi berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu ikkita galchkani qo'yib qo'yishimiz kerak. Shundan so'ng next ni bosamiz. Bu ikkita galchka, ya'ni birinchisi bu yerda mana bu Nvidia driver, yana boshqa driverlarni o'rnatish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa do'stlar mana bu videolar, MP3 larni ochish uchun kodek degan narsa bor. Mana shu kodeklarni demak o'rnatib beradi do'stlar. Ya'ni media fayllarni ochish uchun kerak bo'ladi. Shundan so'ng next ni bosamiz. Bu yerda hech nimaga teginishimiz shart emas. Next ni shunchaki bossak yetadi. Mana bu your name degan joyda endi ism kirgizsak bo'ladi. Mana mening kompyuterim. Passwordga ham oddiyroq parol kiritsak bo'ladi. Masalan, men hozir raqam kirgizyapman. 4 ta demak xonadan iborat raqam kirgizmoqdaman. Bu joy qolaversin, mayli. Biz next ni bosamiz. Do'stlar, mana bu joyda ham biz prosta install ni bosamiz. Bu yerda do'stlar shunchaki endi kutishimiz kerak bo'ladi, chunki o'rnatish jarayoni boshlandi. Mana bu yerda fayllarni ko'chiryapti. O'rnatib bo'lgandan so'ng, demak, hozir videoni yana davom ettiramiz. Do'stlar, Ubuntu o'rnatib bo'lishni yakunlagan bo'lsa, mana shunday holatdagi oyna hosil bo'ladi. Bu yerdan yashil tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, akkauntimizni ko'rsatyapti. Bu yerda akkauntimizga bir marta bosamiz va parolimizni kirgizamiz. Ya'ni tepada biz yozgan parolimizni kirgizamiz. Bu yerda bizga tanishtiruv oynasi ochilyapti. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, qanaqadir o'zi haqida aytib beryapti, magazini haqida aytayapti. Mana bu App Center haqida. Ya'ni bu App Centerda bizga kerakli bo'lgan hamma programma mavjud. Bu yerda faqat dasturlar, hammasi bepul dasturlar desak ham bo'ladi. Pullik dasturlar bu yerda mavjud emas do'stlar. Bizga mashhur bo'lgan Adobe dasturlari esa albatta Linuxda mavjud emas do'stlar. Linux haqida o'zi ko'proq demak videolarni ko'rsangiz, Linux qanaqa tizimligi haqida yaxshiroq tushunib borasiz. Albatta sizning bu boradagi bilimlaringizni oshirishda men ham o'zimni hissamni qo'shib boraman degan umiddaman. Albatta Linux haqida ham ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Hozircha mana ko'rishingiz mumkin interfeysini. Mana bu yerda bizning programmalarimiz turibdi. Lekin to'liq ro'yxatni esa pastdagi tugmani bosib, Show Apps ni bosib, hamma programmamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kerakli dasturlarni esa biz mana bu App Centerdan yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. App Centerga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana har xil dasturlar turibdi. Mana bu yerga esa mana poisk bosib qidirishingiz mumkin. Masalan, Telegram kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Telegram. Mana Telegramni shunday bosamiz. Mana installni bosadigan bo'lsam, bu yerda mana akkauntimni parolini so'raydi. Bir marta kirgizib yuboraman shu akkauntim parolini. Keyin mana bu tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, shunchaki o'rnatish jarayoni boshlanadi. Mana bu yerda pastda rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Hozir installing bo'lyapti bu yerda. Install bo'lgandan keyin qayerga tushadi, hozir buni ham ko'rsatib beraman do'stlar. Keyin do'stlar, bitta narsani ham oldindan aytib qo'yay. Masalan, mana shu App Center bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Windowsga demak mavjud bo'lgan hamma programmalar mavjud emas, chunki bu Linux do'stlar. Linuxning o'zini programmalari mavjud. Demak, Windowsda bo'lgan programma Linuxda umuman mavjud bo'lmasligi mumkin. Masalan, tepada misol keltirganimda, masalan, Adobe programmalari umuman Linuxda yo'q do'stlar. Uning uchun masalan alternativ demak programmalar mavjud. Mana shularni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Video montaj uchun ham masalan bu yerda CapCut degan programmani o'zi yo'q do'stlar.
Bu yerda masalan uni o'rniga Shotcut, DaVinci mana shularni misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir mana ko'rib turganingizdek bu yerga Telegramimiz ham demak o'rnatib bo'lindi. Openni bosganingizda demak dasturga kirib ketadi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek Telegramni dasturi ishga tushdi. Endi buni bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Agarda endi mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek kirgan paytim bor edi, endi esa yo'qolib qoldi. Endi mana kompyuterda ishga tushirdik. Shunda biz endi qayerdan uni topib olamiz? Mana bu pastdagi chap burchakdagi mana Show Apps ga kiramiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek Telegram turgan bo'ladi. Shunchaki yana bir marta bosib kirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki mana bu yerda tepaga qadab qo'yishimiz uchun biz ham mishkani o'ng tomonini bosib Pin to Dockni bosadigan bo'lsak mana bu yerga qadalib qoladi. Endi bu yerdan programmani yopsam ham mana shu yerda turaveradi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek mana ekranda yuzida turadi. Xohlagan paytimiz mana bir marta bosib kirishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar bu hozircha mana oddiy misollar, sekin-sekin Linux haqida ko'proq videolarni chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Menimcha video yoqdi degan umiddaman do'stlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan esa mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.